Bu ma'lumotlarni bilgach siz hayotga boshqacha qarashni boshlaysiz. Boshladikmi? Dangasalik, g'azab, qo'rquv, aybdorlik hissi, yolg'izlik hissi, xavotir, qadr-qiymat, samatsinqani pastligi, o'zlikka ishonch pastligi, loyiqlikka yo'qligi, bularni hammasi nima deb o'ylaysiz? Oddiy va tushunarli tilda tushuntirib berishga harakat qilaman hozir. Biz hammamiz aqlli odamlarmiz. Bilimimiz bor, tajribamiz bor, ilmimiz bor. Nima yaxshi, nima yomon, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, hammasini bilamiz. Bizani nima boshqarayotganini ham, nafsmi, egomi, shaytonmi, jinmi yoki boshqasimi chuqurroq his qilsak agar farqlay olamiz. To'g'rimi? Men sizga to'g'rimi deb savol beraveraman. O'sha paytda to'g'ri yoki noto'g'ri deb o'z fikringizni albatta bildirib qo'ying. Bu ham onga signal hisoblanadi. Xullas, har birimiz o'z bilimimiz, tajribamiz darajasiga yarasha hayotiy vaziyatlarni va ichki kechinmalarni tahlil qila olamiz. Anglaymiz. To'g'rimi? Qarasho, unda sizga hozir bitta savol beraman. Aytingchi menga, ana shu bilaman holati bor-ku, o'sha bilaman degan narsa, o'sha narsani o'zi yetarlimi? Kifoyami? Nima deb o'ylaysiz? Nega ko'pincha o'sha bilganlarimizga amal qila olmaymiz? G'azab, nafs, ego yoki shayton yo'lidan urdi va shunga o'xshash har qanaqa bahonalar. Bularning hammasi nima uchun shunaqa? Bugun shu savollarga chuqurroq va soddaroq tilda javob berishga harakat qilaman va oxirida shu video oxirida qanaqa bu holatni o'zgartirish mumkinligini ham tushuntirib beraman. Xayrli bo'lsin. Va tushuntirishni kundalik hayotdan oddiy bir misol bilan boshlayman. Chunki aynan shu holatlar bizning ko'pchiligimizni hayotimizda kuzatiladi va aynan menga ham aynan shu savollar bilan ko'pchilik murojaat qiladi. Deyarli barchamiz ota-onani hurmat qilish kerakligini bilamiz. Ularni ko'ziga tik qarab og'zimizni ko'tarishga haqqimiz yo'qligini ham, ularga aql o'rgatishga ham haqqimiz yo'qligini ham bilamiz. Buni ma'naviy, ya'ni diniy hamda psixologik sabablarini ham har birimiz o'zimizcha aniq ta'riflab bera olamiz. To'g'rimi? Lekin haqiqatda nima bo'ladi? Tajribada, hayotda nima bo'ladi? Vaqt kelganda ota-onaga qattiq gapirib qo'yamiz, vaqt kelganda ranjitamiz, vaqt kelganda kutilmagan janjal, tushunmovchilik chiqadi va bularni ortidan deyarli har safar aybdorlik hissini ichiga cho'kib ketamiz. Nima uchun o'zimni bunaqa tutdim, nimaga unaqa qildim, nimaga xafa qildim yoki da tam aksincha, nimaga gapira olmadim, nimaga indamadim, nimaga pozvalyat qildim va ota-onaga nisbatan g'azab, nafrat, xafagarchilik, ular meni tushunmaydi, ular meni eshitishni bilmaydi degan ayblovlar. Bu ham ma'lum bir emotsional holat. Umuman olganda nega biz ma'lum bir holatda o'z emotsiyalarimizni nazorat qila olmaymiz? Hattoki ba'zan alamdan yig'i kelib, gapimizni ham gapira olmay qolamiz. Nega? Azizlar, bu shunchaki misollardan biri. Bunga o'xshash misollarni agar siz o'ylab ko'rsangiz, o'zingizni hayotingizdan minglab topa olasiz. To'g'rimi? Xullas savol quyidagicha. Nega biza bilganlarimizga har doim amal qila olmaymiz? Nega keyingi safar boshqacha yo'l tutaman deb oldindan tayyorlanib borgan joyimizda ham emotsiyalar kuchliroq kelib, aqlimizni qanchalar zaif ekanligiga qayta amin bo'lishga to'g'ri kelaveradi? Nega jahl kelganda aql ketadi? Nega bu holatlar qayta takrorlanaveradi? Javob olish xohlaysizmi? Bu holatdan chiqish xohlaysizmi? O'z emotsional holatingizni o'z qo'llaringizga olib nazorat qilishni o'rganish xohlaysizmi? Unda shu videoni oxirigacha ko'ring. Video oxirigacha men bilan qoling va bu videoga like bosib do'stlaringiz bilan bo'lishib qo'yishni unutmang. Menga rahmat sifatida. Va albatta Telegram hamda Instagram kanallarimizga ham obuna bo'linglar. U yerda biz tez jonli efirlar o'tkazamiz, suhbatlashamiz, kuzatamiz va sizga to'g'ri savollar berib, sizni yo'naltirib turamiz. Xullas javob nimada? Sabab nimada? Javob siz aslo kutmagan joyda. Gap shundaki, bizni birinchi navbatda aql emas, hissiyotlar boshqaradi. Va hissiyot aqldan bir necha barobar kuchliroq bo'ladi. Xo'p, hissiyotlarni o'zi qayerdan kelar ekan? Nimaga aynan ma'lum bir taraftagi hissiyotlar qayta kelaveradi? Nega ma'lum bir holatda, ma'lum bir turda o'zimizni xohlamagan holda reaksiya qilamiz? Nega o'sha vaqtda aql ketadi? Nega jahl chiqaveradi? Qadrsizlar indamay yuraveradi, qo'rqaveradi, hattoki o'zidan ham jasoratsizlik qochish yoki haddan ziyod nazorat zaifligini bekitish uchun. Rashkchi ming o'ziga taqiqlamasini rashk qiladi, aybdor o'z aybini qidirib topaveradi yoki aybdorlarni taxlab tashlaydi. Butun olam aybdor faqat ular emas. Uyalgan sharmandalikdan yashirinaveradi, ko'rinmaslikka harakat qilaveradi. Qancha o'qisa ham o'qaveradi, lekin harakat yo'q, natija yo'q. Yoki da kibrdan niqob kiyib, mag'rurlikda o'z aybini bekitib yurishga majbur bo'laveradi.
Ba'zilar yolg'izlikdan qochadi, ba'zilar esa ozodlikka intilaveradi. Nochorlar ojizlik hissidan qutula olmaydi, kuchlilar esa kurashdan chiqa olmaydi. Nega? Qayerdan keladi bular? Nega biz hamisha o'zimiz bilmagan holda yo qochamiz, yo himoya qilamiz, yo kurashamiz? Emotsiyalar o'zi qayerdan keladi, azizlar? Hozir shu savolga javob olasiz. Emotsiyalar qaysi tuyg'ulardan keladi? Siz shuni o'ylab ko'rganmisiz hech? O'zingiz bilan kurashish o'rniga o'zingizni ichki hissiyotlaringizni, ichki kechinmalaringizni anglashga, tushunishga, tafakkur qilishga harakat qilib ko'rganmisiz hech? Hech qachon unutmang, har bitta emotsiya ortida qanaqadir tuyg'u, qanaqadir hissiyot yotadi. Hattoki dangasalik ortida ham qanaqadir hissiyotlar bor, qanaqadir holatimizni himoyalash yotadi. Biz ko'pincha faqat tashqarida, ya'ni tashqi dunyoyimizda chiqayotgan reaksiyalarimizni ko'ramiz. Jahl qildim, baqirdim, xafa bo'ldim, yig'ladim, dangasalik qildim. Bu jarayonning faqat ko'rinib turgan qismigina xolos. Har bir kuchli emotsional reaksiyaning ortida bizning ichki holatimiz bor aslida. Bizning ichki qismimiz bor aslida. Keling birma-bir razborga beraman sizga. Okey, хорошо. Emotsiyalar o'zi nima? Emotsiya bu bizani miyamizni va tanamizni ma'lum bir vaziyatlarga bergan javobidir. Va bu asosan himoya mexanizmi hisoblanadi. Himoya mexanizmi. Emotsiya bu himoya mexanizmi. Qanaqa emotsiya bo'lishidan qat'iy nazar, siz o'sha emotsiya bilan, o'sha emotsiyani ko'rsatish bilan, o'sha emotsiyalarni chiqarish bilan o'zingizni ichki qanaqadir holatingizni himoya qilasiz xolos. Bu himoya mexanizmi. Ko'pincha esa o'sha emotsiyalarimiz ortida ehtiyoj, qo'rquv, ichki e'tiqod, o'tmishdagi tajriba yoki vaziyatlarga bergan sizni ma'noyingiz, bu o'tgan vaziyatlarda, ya'ni o'tmishdagi ma'lum bir hodisalar natijasida ta'sirlanib, o'zimiz bilib bilmay qilgan qarorlarimiz yotadi. Masalan, jahllar ortida ba'zan qo'rquv, ranjish, qadrsizlanganlik yokida chegaralarning buzilganligi haqidagi hislar turishi mumkin. G'azab ortida og'riq yoki adolatsizlik hissi bo'lishi mumkin. Doimiy o'zini oqlash, aybdorlik yoki rad etilishdan qo'rqish turishi mumkin. Va bularning natijasida bizada himoya mexanizmi shakllanadi. U himoya sizni emotsiyalaringizdir. Masalan, o'sha hissiyotlar natijasida keyingi bo'ladigan bizdagi jarayon bu pozitsiyalar, ya'ni kurashchi ongi, isbotlash ongi, kambag'allik ongi kabi har bir pozitsiya o'z vazifasini bajaradi. Ya'ni bizning emotsiyalarimiz natijasida albatta bizning pozitsiyamiz shakllanadi. Bu alohida mavzu, bu alohida katta mavzu, buni kursda tushuntirib beraman. Aniq-tiniq anglashingiz uchun davolanish va pozitsiyalardan chiqish texnikalari bilan beraman. Qarang, hatto bizning dangasaligim deymiz-ku, men dangasaman deymiz-ku, o'sha dangasaman deydigan holat ham har doim ham oddiy erinchoqlik bo'lmasligi mumkin. Ba'zan uni ortida charchoq, qo'rquv, muvaffaqiyatsizlikdan qochish, ichki qarshilik va o'zlikni qabul qilmaslik, o'zlikni rad etish, yillar davomida o'zimiz uchun emas, o'zgalar uchun o'zligimizni unutib, o'zimizni haqiqiy maqsadlar uchun emas, ularni unutib, maqsadlarimizni unutib yashaganimizda surunkali ravishda dangasalik, loqaydlik, hayotga qiziqishning yo'qolishi, ichki bo'shliq kabi hissiyotlar paydo bo'ladi. Mana dangasalik ortida nimalar yotadi? Biz esa ko'pincha nima qilamiz? Emotsiyalarimizni o'zi bilan kurashamiz. Jahlim chiqmasin, qo'rqmasligim kerak, xafa bo'lmasligim kerak, dangasa bo'lmasligim kerak. Lekin ming afsuski emotsiyalarni shunchaki bostirish uning sababini yo'qotmaydi. Va jahl qilmasligim kerak, erinmasligim kerak, sabr qilishim kerak degan narsalar bu yerda yordam bermaydi. Vobshe o'zi chekinish. Biz o'rganib qolgan sabr emas bu. Bu chidash, yutish, u emotsiyalarni yutib tanamizni biron bir qismiga kasallik sifatida joylashtirishdir azizlarim. Bu o'zlikka qasd qilish bilan baravardir aslida. Men yaratgan hayotda o'yini 4 bosqichli loyihaning birinchi bosqichi fundament, poydevor nomli 3 oylik kursimizda biz aynan hissiyotlarni yutib chidashimiz, balki ularni anglab, kerakli joyda sabr qilish orqali o'sha emotsiyalarni nazorat qilishimiz, balki o'sha emotsiyalarga sababchi bo'layotgan hissiyotlarni aniqlab, uni davolaymiz. O'shani davolashni o'rganamiz. Siz o'rganasiz, o'zingiz o'rganasiz. Va bu texnikalarni o'zingiz hayotingiz davomida, butun hayotingiz davomida qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Men nafaqat davolayman, men davolanishni o'rgataman. Xullas, o'sha bizani ma'lum bir tarzda tutishimiz, o'zimizni ma'lum bir holatlarga qilgan reaksiyalarimiz, ya'ni emotsiyalarimiz ortida turgan hissiyotlar qayerdan keladi?
Agar siz mana hamma videolarimni ko'rgan bo'lsangiz, o'sha allaqachon bilasiz buni qayerdan kelishini. Shunaqa bo'lsa ham javobni eshiting. Diqqat bilan eshiting. Butun tanangiz quloqqa aylansin. Bizni nazorat qila olmayotgan emotsiyalarimizga sababchi bo'lgan bizning hissiyotlarimiz ong osti dasturlari orqali yaratiladi, shakllanadi va boshqariladi. Biz nazorat qila olmayotgan emotsiyalarimizga sababchi bo'layotgan bizning hissiyotlarimiz ong osti dasturlari orqali yaratiladi, shakllanadi va boshqariladi. Tushunasizmi? Bizning har bir hissiyotimiz ong ostidagi dasturlar asosida boshqariladi. Ya'ni sizni emotsiyalaringizni, jahlingizni, g'azabingizni, qadrsizligingizni hammasini ong ostida muhrlangan bo'ladi. Tushunasizmi? Hammasi ong ostida muhrlangan bo'ladi. Dastur va programmalar sifatida. Ong ostimizda muhrlanib qolgan aqidalar, qadriyatlar, xulosalar, ustanovkalar va qarorlar sifatida. Qarasho, endi o'sha programma va dasturlar qayerdan yaraladi? Dasturlar shakllanishiga asosan faqat bittagina sabab bor, azizlar. Bittagina asosan. Ular bizani hayotiy tajribamizdan, biz qattiq ta'sirlangan hodisada, biz bilib yoki bilmay qabul qilib qo'ygan qarorlardan paydo bo'ladi. Bizani ong ostimizga programma va dasturlar faqatgina inson qattiq emotsional holatga tushgandagina shakllanadi. Sizning ong ostingizda hosil bo'lgan dastur va programmalar fanda neyron aloqalar deyiladi. Ya'ni dastur shakllanishi uchun bizning miyada yangi neyron aloqalari paydo bo'lishi kerak. Va shuni ham unutmang, faqatgina zararli dasturlar yoki neyron aloqalari bo'lmaydi. Albatta foydali dasturlar ham ko'p. Zararlilari bizga zarar bergani uchun, bizni bezovta qilgani uchun, hayotimizni sifatini buzgani uchun biz asosan zararlilar haqida ko'proq gapiramiz. Biz asosan o'sha ong ostida muhrlanib qolgan dasturlar asosida yashaymiz, azizlar. Yaxshi dasturmi, yomon dasturmi, qanaqa dastur bo'lishidan qat'iy nazar, u dasturlar bizani boshqaradi, bizning hayotimizga ta'sir qiladi. Shuning uchun ruhshunoslikda va dinda asosan onglilikka chorlanadi, tafakkurga chorlanadi, anglashga chorlanadi, kuzatuvchi bo'lishga chorlanadi. Hech narsa sababsiz emas-ku. Har narsada bitta hikmat bor, to'g'rimi? Demak, sizning hayotingizga qanaqadir hodisa bo'lyaptimi? Demak, sizda sabab bor. Sizni hayotingizga biron bir hodisa kelyaptimi? Demak, o'shani sababi sizda. Qarang, bizcha aynan tafakkur o'zicha tafakkur haqida gapirib berganman oldingi videoyimda. Tafakkur qilishni nimaligini tushunganimizdagina bu jarayonlarni, aynan shu jarayonlarni, ichki holatimizdagi jarayonlarni, ichki qarama-qarshiliklarni payqashni boshlar ekanmiz-da. Anglashimiz mumkin ekan. Ongli bo'lganimizda, kuzatuvchi pozitsiyasida bo'lsagina o'zimizni ichki holatimizdagi jarayonlarni aniqroq tushuna olar ekanmiz, angla olar ekanmiz va albatta anglash kelganda davolanish ham keladi. Chunki biz anglagan narsalarimiznigina davola olamiz, to'g'rimi? Anglamasak qanaqa bilamiz nimani davolash kerakligini? To'g'rimi? Tafakkur qilmasak, kuzatmasak, ongli bo'lmasak qanaqa anglaymiz, azizlar? Mana nima uchun ko'p aytaman, ongli bo'linglar, tafakkur qiling, kuzatuvchi bo'ling, kuzatuvchini yoqing deb bekorga aytmayman. Va dinimizda ko'p takrorlanadigan sabr bor-ku, sabr haqida ozgina tushuncha beraman. Chekinish sifatida. Sabr nima? Nima deb o'ylaysiz o'zi? Sabr bu chidash emas, chidab yutish emas. Sabr bu anglash, tushunish, voqealarni chuqur anglash, ketma-ketligini anglash, sabablarini anglash va tushunganimiz uchungina kulib qo'yib, kerakli joyda indamasdan sabr qilish. Bu chidash emas, yutish emas. Ishoning, biz chidamaymiz, biz sabr qilamiz. Chidashda yutish bor, sabrda anglash bor. Anglash, hodisalarni, ketma-ketligini, sabablarini va yaratgandan yechim olishga yo'l ko'rsatishni so'rash, unga tavakkal qilib. Shunaqa emasmi? Islom ilmida chorlanadigan 3 ta jarayon bor ekan. Birinchisi tafakkur. Nima bo'lyapti? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nega bo'lyapti mana shu narsa? Bunda qanaqa ma'no bor deb chuqur fikrlash. Har bir holatga ana shunaqa pozitsiyadan qarash, ana shunaqa savol bilan qarash. Bu men bilan nima uchun bo'lyapti? Nimaga men bilan bo'lyapti? Nimaga men demasdan aynan mana shu savollarni berish kerak. Ikkinchi jarayon bu tadabbur. Ya'ni ma'lumotni shunchaki eshitmay, uning oqibati va hayotdagi ma'nosini anglash. Uchinchi jarayon muhosaba. O'z fikri, niyati, amali va holatini kuzatish. O'zini hisob-kitob qilish, anglash o'zini, ma'lum bir harakatlarni qaysi niyatda bajaryapman, o'shani anglash.
Mana shu 3 ta jarayon dinimizda juda ham muhim jarayonlardan hisoblanadi va hayotda ham xuddi shunaqa. Hayotda ham xuddi shunaqa. Bu 3 ta jarayon bizga juda ham kerak. Baxtli bo'lishimiz uchun, erkin bo'lishimiz uchun, boy bo'lishimiz uchun, xotirjam bo'lishimiz uchun, sog'lom bo'lishimiz uchun mana shu 3 ta jarayon bo'lsa, biza o'sha narsalarga erishamiz, tushunasizmi? Va islom faqat amal qilishga emas, anglab amal qilishga chaqiradi. Xuddi meni psixologiyam sifatida. Nega? Faqat yashashga emas, kuzatib yashashga chorlaydi. Nega? Faqat tashqi dunyoni ko'rishga emas, o'z ichimizga nazar solishga, tinglashga chaqiradi. Nega? Nega ibodatda ham xayoling faqat ibodatda bo'lsin deyilgan? O'ylab ko'ring. Xayoling hozirgi lahzada bo'lsin. Hozirda yasha, angla, tushun, tafakkur qil degan emasmi shu? Tafakkur bunchalik muhimligini yana ham chuqurroq kursimizdagi darslarimizda anglab olasiz. Undan tashqari YouTube kanalida ham tafakkurga bag'ishlangan ochiq dars bor. Ko'rib oling albatta. Ozgina chekinish bo'ldi, mavzuga oid chekinish. O'rtoqlar, aziz kuzatuvchilar, ishtirokchilar, agar shu mavzu sizga yaqin bo'lsa, shu va shunga o'xshash mavzularni muntazam ravishda Instagram va Telegram sahifalarimizda ham yoritib boraman. Obuna bo'ling va bu etilgan fikrlarni yana ham chuqurroq tushunib oling. Demak, dastur va programmalar faqat bitta holatda shaklanar ekan. Inson qattiq hissiy holatga tushganda, kuchli qo'rquv, kuchli alam, shok holati, hatto haddan tashqari kuchli quvonish bor-ku, ana shunday kuchli emotsional lahzalarda miyada yangi neyron aloqalari hosil bo'ladi. Yangi neyron aloqalari qatdan hosil bo'lar ekan, yangi neyron aloqalari bizning kuchli hissiy kechinmalarimizdan sodir bo'ladi. Mana nima uchun dinimizda qattiq xafa bo'lgan bo'lmaydi, qattiq xursand bo'lgan bo'lmaydi. Bu ham juda chuqur mavzu. Buni ham kursda tushuntirib berganman dalillari bilan. Biz qattiq xafa yoki qattiq xursand bo'lganimizda bizda tanada, organizmda qanaqa jarayonlar sodir bo'lishini tushunib olasiz o'tda. Va bu bilan, bu holatlar bilan, aynan shunaqa holatlar bilan nima qilish kerakligini ham bilib olasiz o'tda. Demak, mavzuyimiz programma va dasturlar asosan qattiq ruhiy kechinmalarda, qattiq emotsional holatda, qattiq xafa bo'lganda, qo'rqqanda, shokka tushganda, qattiq xursand bo'lib ketganda, onga kuchli emotsional jarayonlar natijasida miyada yangi neyron aloqalari shakllanadi. Aytaylik, har qanaqa nomli neyron aloqalar, masalan, jahl neyron aloqalari, dangasalik, erinchoqlik neyron aloqalari, kasallik neyron aloqalari, qarzdorlik neyron aloqalari. Albatta, aslida bular sal boshqacharoq jarayon, lekin sizga tushunarli bo'lishi uchun oddiy tilda gapirib beraman bu narsalarni. Va tadam, bularning hammasi dastur va programmalar va keyinchalik o'sha neyron aloqalar, ya'ni dasturlar insonning hayotiga ta'sir qilishi va boshqarishi boshlaydi. Qanaqa boshqaradi? Qanaqa ta'sir qiladi? Albatta yuqorida aytilgandek, sizni emotsional holatga tushirib, prям ishoning tortadi hayotingizga, prям tortaveradi, qayta tortaveradi hayotingizga. Lish bi sizni shu emotsional holatga tushirsa bas. Sizni o'sha ichki dasturlaringiz bor, o'sha neyron aloqalaringiz, sizni ichingizda neyron aloqalar bor. O'sha neyron aloqalar, o'sha o'ziga o'xshagan, o'sha neyron aloqalarga o'xshagan mos keladigan ularga yoki o'xshash holatni, aytaylik, qadrini bilmagan qadrsizlantirilaveradi, kurashganni kurashtiraveradi, o'sha holatlarni chorlayveradi, keltiraveradi hayotingizga, tushunasizmi? Va eng muhimi shu o'sha ong ostida shakllangan neyron aloqalari dasturga aylangan programmalarni ong osti o'z oilasini himoyalaganday himoya qiladi. Qanaqa himoya qilishi haqida hayotda o'yini kursda aytib beraman. Bu jarayonni anglasangiz, siz dasturlardan xalos bo'lish yo'llarini ham anglab olasiz, yaxshiroq tushunib olasiz. Bu aslida juda ham katta mavzu. Noxoz baribir ozgina qisqacha tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Xo'sh, nega bu dasturlardan qutulish qiyin? Xullas, mana shu ong ostidagi dasturlarni bitta bir himoya mexanizmi tasavvur qiling. Ular shakllangach, o'z borligini himoya qiladi, ya'ni borligini himoya qiladi. Chunki ular sizning qismingizga aylanib bo'ldi. Neyron aloqalari yaratilib bo'ldi miyangizda. Miyangizdagi bir qismga aylanib bo'ldi. Ular bor o'sha sizning organizmingizda, sizning tanangizda bor, tushunasizmi? Ya'ni siz o'sha odatdan, o'sha reaksiyadan voz kechishga urinsangiz ham, u sizni qayta o'sha holatga qaytarishga harakat qiladi. Ishoning, qayta ha deb kasal bo'lish ham bu dastur. Kambag'allik ham bu dastur. Shu yerda men sizga yana bitta narsani ilova qilib ketaman. Hatto bu planda yo'q edi, no ladno. Lekin xayrlisi bo'lsin.
Qancha men sizga bu haqda oldingida o'sha darslarimizda aniq atroflicha aytib berganman. Hozir qisqacha eslatib o'taman sizga. Qarang, nima uchun ong o'sha dasturlar, o'sha neyron aloqalarini himoya qiladi. Bizning miyamizda qadimiy avtomatik himoya tizimlari bor. Ularning vazifasi xavfni tez aniqlash va sizni omon qolishga yordam berishdir, xolos. Tamom. Uni vazifasi faqat shu. Bizani omon qoldirish, yashab qoldirish, hayotda qoldirish ularning vazifasi. Bu tizim o'zi qayerdan kelgan? U bizani ajdodlarimiz o'sha pesheralarda, g'orlarda yashagan qabila bo'lib, bilamiz buni, eshitganmiz bu haqda. Ular o'zlarini mamontlardan, yovvoyi hayvonlardan, sovuqdan, ochlikdan va boshqa qabilalarning hujumidan o'zligini himoya qilib yashashgan davrlardan qolib ketgan bizada. Chunki ular faqat himoya rejimida yashagan va bu narsa bizga наследственно, ya'ni pokoleniyadan qolgan narsa. O'sha davrda odamlarning asosiy vazifasi tirik qolish bo'lgan, tamom. Boshqa hech narsa kerak bo'lmagan u paytda odamlarga. Yashab qolish, tirik qolish bo'lgan bo'ldi. Masalan, g'or oldidan mamont yoki yirtqich hayvon chiqsa, u zamondagi odamlar uzoq o'tirib tahlil qilmagan. Bu hayvonning niyati qanaqa ekan deb o'tirishmagan. Imkoniyat bo'lmagan bu narsaga. O'sha zamondagi odamlar tezgina tahlil qilishgan. Bu xavfsizmi yoki xavflimi? Yaqinlashish kerakmi yoki qochish kerakmi? Kurashish kerakmi yoki qotib qolish kerakmi yoki qimirlamaslik kerakmi? Bu holat menda oldin bo'lganmi, yo'qmi? Tanani qanaqa himoya qilish kerak? Ya'ni o'zimni hayotimni qanaqa himoya qilish kerak? Miya bu 1 sekundda qaror qiladi. Qoch, kurash, qimirlama degan qarorlarni beradi. Siz o'zingiz ham hayron qolasiz. Qanaqa qildim buni deb. Siz miyani shu mexanizmini aniq-tiniq anglasangiz, o'zingiz ham hayron qolasiz. Qanaqa qildim buni hozir deb. Shuning uchun qadimiy miya baxtni emas, avvalo xavfsizlikni tanlaydi. Unda yangi narsa ko'pincha noma'lum, noma'lumlik esa potensial xavfdek tuyulishi mumkin. Mana shu tezkor himoya tizimi bizda hozir ham bor. Faqat hozir mamont yo'q. Lekin afsuski mamontlardan ham xavfliroq narsalar bor. Rad etilishi, pul yo'qotishi, yangi ishi, yangi munosabatni, notanish vazifalarni ham xavf sifatida qabul qilishi mumkin miyamiz. Va qo'lidan kelganicha harakat qiladi bizani o'z zona komfortidan chiqarmasligiga, odatiy ishlarimiz doirasidan chiqarmasligiga harakat qiladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun ba'zida mana oldin kelgan o'quvchilarda men o'zgarish xohlayman, faqat aqlida bo'ladi, ongida emas. Ular men o'zgarish va o'zgartirish xohlayman deydi, lekin aslida ichki holatda bunga tayyor bo'lishmaydi. Nafaqat tayyor bo'lmaydi, balki qarshilik ham qiladi. Tushunyapsizmi? Ichi, ya'ni ongi yo'q, to'xta. Bu notanish makon, o'tda xavfli bo'lishi mumkin deb qarshilik qilishadi. Xo'p, nimalarda kuzatiladi o'sha qarshilik? Вроде xolida aqli bor, lekin pul kelmaydi. Вроде xolida, lekin imkoniyati yo'q, vaqti yo'q. Вроде bu xolida, lekin o'qish xohlamaydi. Вроде bu xolida, lekin cho'zadi. Yoki kasal bo'lib qoladi, yoki farzandlari kasal bo'lib qoladi. Вроде xolida, lekin zaril boshqa ishlar chiqib qoladi. Вроде bu xolida, lekin deydi, bu hammasi fignya deydi. Даже вроде оплата ham qiladi, lekin firibgarlarning qo'liga tushib qoladi. Mana bizda yaqinda bo'lgan hodisalardan bittasi. Xullas, bizning ongimiz biz o'sha yo'lga bormasligimiz uchun qo'ldan kelgancha qarshilik qiladi. Eng muhimi, bu tizim sizni baxtli qilish uchun emas. Unga farqi yo'q. Siz qanaqasiz, qanaqa holatdasiz, baxtlimisiz, baxtli emasmisiz, rozimisiz, rozi emasmisiz, unga farqi yo'q bu narsaning. Uning yagona vazifasi sizni tirik va xavfsiz qoldirish, boya aytganimdek. Demak, miyaning evolyutsion qadimiy tizimlarining eng muhim vazifalaridan biri bu tirik qolish va xavfsizlikni ta'minlash. Tamom. Biz zamonaviy dunyoda yashaymiz, lekin miyamizning bir qismi hanuzgacha g'ordagi hayot qonunlari bilan ishlaydi. Miyani bu funksiyasini siz qachon aniq anglashingiz mumkin bilasizmi? Haqiqiy xavf tug'iladi-ku, birdaniga. Masalan, men shaxsan o'zimda bir necha marta bo'lgan avariyaga tushishga sal qolganimda sezganman. Aynan shu qismini miyamni. Вроде bu o'sha paytda aqlim, miyam xatarni ko'rib o'chib qoldi. Bu realni haligacha tushunmayman qanaqa qutulib qolganimni. Qanaqa pedalni bosishni, bu realni anglolmay qolasiz. Qanaqa bir rulni burdim, o'sha vaqtda qanaqa tormoz bosdim, avtobusga kirib ketishim sal qolganman bir marta. Ana o'shunga o'xshash holatlarda ongi o'sha mexanizmi yoqiladi. U tez ishlaydi, juda tez ishlaydi. Prям mashinalni nimadir qilasiz-ku, ana o'sha aslida siz emassiz. U sizni ongingizdagi himoya mexanizmi xolos. Ishoning, bizning aqlimiz harakatlarni bunchalik tez qila olmaydi.
aql qilolmaydi. Bu точно, вот доля секунды deydi-ku, hammasi 1 sekundda bo'ldi o'shanda. Va bu narsa menda bir necha marta bo'lgan. Ya'ni men qayta tajribadan o'tkazib ko'rganman buni, o'zim bilmagan holda. Agar sizni ham Xudo ko'rsatmasin boshingizdan shunga o'xshagan voqealar o'tgan bo'lsa, shunaqa narsalar sodir bo'lgan bo'lsa, bilasiz, tushunasiz meni. Hozir ketayotgan gaplarimni. Nima qiladi miya shunaqa holatlarda? Nima qiladi? Miyadagi avtomatik o'sha xavfsizlik tizimlari ishlab ketib, bosh rolga o'tadi o'sha tizim. Ular xavfni oldindan sezadi va tanani tezda anaqa kurashishiga, qochishiga yoki qimillatmaslikka, ba'zan haddan tashqari moslashuvchan ham qilib qo'yadi. Moslashuvchanlikka yo'naltirib ham qo'yadi. Xullas, xavf keldi va himoya ta'minlandi. Siz uni boshqara olmaysiz, tushunasizmi? Boshqara olmaysiz. U bilan kelishishni bilish kerak prosta. O'sha joyda xavf yo'qligini anglatish kerak xolos. Undan tashqari bizani ongimizda yana bitta jarayon bor, kritik faktor degan. Bu yana bir himoya rejimi. U nima qiladi? Kritik faktor kelayotgan ma'lumotlarni tanqidiy fikrlashga yordam beradi. Tanqidiy fikrlash, tushunasizmi? U avvalo tanqiddan boshlaydi. U ma'lum bir odamga yoki menga kelayotgan ma'lumotni tekshirish, solishtirish, shubha qilish, qabul qilish yoki rad etish jarayonini boshqaradi. Demak, qadimiy tizim bu xavfmi yoki yo'qmi? Kritik faktor esa bu ma'lumotga ishonamanmi yoki yo'qmi degan savollarga javob beradi. Har qanaqa meditatsiyalar, ta'kidlar qaytarganimizda ular bizga yordam bermasligi aynan shu kritik faktorga bog'liq. Agar yangi ta'kidlanayotgan holat, yangi ta'kidlanayotgan ta'kid bor-ku, o'sha kritik faktordan o'tsa, u amalga oshadi. Bu jarayondan ham qanaqa o'tishi inshaalloh kursda o'rganishingiz mumkin. Endi yana bitta savol tug'ilishi mumkin bo'ldi. Ong osti bilan qadimiy ongga nima farqi bor? Ular bittami yo'qmi? Qarasho, bunga ham javob beraman. Qadimiy ong odatda miyamizning evolyutsion jihatlaridan biri. Avtomatik ishlaydigan tizimlarga nisbatan ishlatiladigan soddalashtirilgan ibora. Ular xavfni tez aniqlash, omon qolish, qo'rquv, reaksiya, kurash, qochish, qimirlamaslik kabi avtomatik javoblar bilan bog'liq. Ong osti esa bundan kattaroq, kengroq tushuncha. Unga avtomatik odatlar, eski e'tiqodlar, o'rganilgan reaksiyalar, ayrim xotiralar, ichki assotsiatsiyalar kiradi. Yana qisqaroq formula, qadimiy ong bu himoya va omon qolish tizimi, ya'ni bu tizim sifatida ko'riladi. Bu tizim shunchaki, ong osti esa avtomatik ichki jarayonlarning qatlami. Bu esa bizning katta qismimiz hisoblanadi. Ya'ni ong osti bu katta qism. Bu bizning bir qismimiz ong osti. Qadimiy ong deganimiz esa bu tizim. Tushunasizmi? Bizning miyamizdagi bitta tizim, himoya tizimi. Azizlar, men sizga butun darsni bitida bera olmayman. Shunga darsni 3 ta qismga bo'ldim. Darsimiz davomini, ya'ni 2-qismini 28-avgust kuni joylaymiz. Ishoning, eng qizig'i hali oldinda, yechimlar oldinda. Agar sizga bugun olgan ma'lumotlaringiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiring. Javob olasiz va albatta videoni yaxshilik tilaydigan do'stlaringiz va tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Xayr uchun o'zingizga xayr, menga xayr va do'stingizga xayr. Va bugungi olgan ma'lumotingiz xayrlaringizga xizmat qilsin. Siz bilan keyingi videoda ko'rishguncha hamma o'zgarishlar biz qilgan bittagina qarordan boshlanadi. Sizga onglaylik tilayman. Пока.